Assalomu alaykum, qadrli tumandoshlar. Mana yangi fokus olib, buqalardan olib nima berib boqsam ekan deb o'ylab turgan akalarimizga mana boqma novvoslarga yem keldi aka. Mana yem bo'rdoqi fokuslar uchun. Mana qolgan qo'yi, moli, tovug'i borlar uchun mana universali bor. Xudo xolasa zakaz qo'yaverasizlar. Bu yerda kamroq. Buni soni cheklanmagan. Bemalol zakaz qo'yaverasizlar. Bug'doyni narxida mana hamma narsa bor ichida. Arpa, bug'doy, makkayi, so'l yorma, sinishga shirot, tuz, vitaminlar hammasi ichida. Bug'doyni narxida. Zakaz qo'yaverasizlar. Effekti zo'r. Vaqtida rezin qilib berilsa, effekti zo'r. Mana bo'rdoqi novvoslar uchun universal. Yana sog'on sigirlar uchun bor. Zakaz qilsalaring olib kelib beraveramiz. Hozir mana birinchi partiya keldi. Zakaz qo'yaverasizlar. Zo'r olgan odamlar zo'r foyda qildim. Yaxshi effekt berdi. Mana ichida sariq, makkayi, hamma narsani ko'ryapsizlar mana. Ichida ximikat yo'q. Kelib, sinab, ko'rib olaverasizlar. Bu yerda Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani, Sharxin tomonda. Mol boqaman degan odamlar kelaverasizlar.